Men Kenjayev Alijon 1958-yilda Uchko'prik tumani Olmurod qishlog'ida tug'ilganman. Yoshim hozir 66 da. Yurakda jinday og'rig'i bilan kelib davolanyapman. Bu salomatlik markazini sharoitlari juda yaxshi. Doktorlar, hamshiralar, hamma xodimlar nihoyatda shirin so'z. Kasalni shu vrachlarimiz shu gap bilan ham davolab qo'yishadi. Shunaqa bir Xoldorov Shukurjon degan bir kardiolog vrachimiz bor. Nihoyatda o'z kasbini fidoyisi, mutaxassis deb bilaman. O'zimcha endi bizni davolagani uchun bu doktorni tavsiyalariga rioya qilgan inson salomatligi yaxshi bo'lib ketadi degan umiddaman. Sharoitlar yaxshi. Qishki sharoitda xonalar isitilgan, yozda konditsionerlar bor. Hamma sharoitlar, televizorli xonalar bor. Odamlarni sharoitiga qarab har xil xonalarda bu yerda jihozlar qo'yishgan. Bu yerga kelib davolangan odamlar hech qachon afsuslanishmaydi. Sharoitlari yaxshi. Masalan, menga ma'qul keladi bularni davolash usullari ham, bularni sharoitlari ham hozirgi kun talabiga javob beradigan darajada o'ylayman. O'sha 2024-yilda yozda Tomorqada kartochka kovlash may oyidami, iyun oyida edi. Shu kartochka kovlayman deb chiqqanimda shu havo yetishmasligi, shu qandaydir yurakda og'riq sezdim. Keyin kelib shu chetga doktorga uchraganman shunaqa holat deb. O'shanda meni davolashgan. Kardiologni o'zi mahalladan dedim-ku, lekin bu yigitni yaxshi mutaxassisligini ilgaridan bilaman. Chunki bak yaxshi mutaxassisligini eshitib kelganman-da baqda. Davolanib ketdik. Endi 6 oyda baribir kelib uchrab turish kerak edi. O'zimiz hali o'zimizdan ortmay sog'lig'ida yaxshi bo'lib qolgan deb yurdik. Lekin ikkinchi marta unaqa yuragim nima bo'lgani yo'q, bir analiz topshiray deb kelganimda o'shanda keyin yurakni ham bir tekshirib qo'yaylik dedilar. Birinchi kelganimda tekshirishgan yo'q edi. O'sha kelganimda ikkinchi analiz topshirganimda qondagi qand miqdorim 10/5 edi. 7 ga tushdi. 17 kun, 18 kunda shunaqa bo'ldi. Endi bularni yozib bergan muolajalarini, o'sha aytgan nimalarini qilib holatim yaxshi bo'lib qoldi. Faqat shu og'zim quriganligi uchun kelganman bu yerga. U ilgarigi yurak kasalim bo'yicha nima bo'lmadi, keyin shu yurakni yana bir davolatib oling dedilar. Yana jinday o'zgarishi bor ekan deb EKGda shunaqa dedilar. Yana men hozir yurak davolayapman asosan. U qandli diabet o'sha ancha normaga tushib qoldi. Hali ham baland normadan, lekin ilgarigidan yaxshiman. Holatim yaxshi bo'lib qoldi. O'shaning uchun birovlar bitta o'q bilan ikkita quyonni urib ketaylik deb davolanyapmiz-da shu yerda. Bemorlar kelib bemalol mana shu yurak kasalligi, boshqa ichki a'zolar kasalligimi, terapiya sohasida bo'yicha ham bu shifokorimiz yaxshi mutaxassis. Bu yerda ginekolog, urologlar bor, menimcha, keyin stomatologlar bor, menimcha, bolalar shifokorlari bor. Kelib shu yerda kelib davolanishsa, masalan, bolalarni olib ko'rsatib shu yerda davolanishsa, yaxshi naf olishadi, kasallardan forig' bo'lishadi degan umiddaman-da. Biz mana yaxshi niyatda shu ixlos bilan keldik, avvalo ixlos. O'sha doktorlarning aytgan gaplariga, o'sha rejimiga amal qilish kerak. Birinchi shu. Birinchi yeyib turgan taomlarimiz o'sha me'yorida bo'lish kerak ekan. O'sha keyin aytilgan muolajalarda, dori-darmonlarni vaqtida qilish kerak ekan. O'shanda
odamzodni endi tanasida bemorliklar ketar ekanda. Men bulardan yaxshi natija bo'ldi menga, kasalligimga deyman. Yoqqan tarafi birinchi bu o'z doktorimizni nihoyatda kasalga juda ham e'tibor bilan yondashib savol javob qiladilar. Masalan, yoshligingizdan boshlaydilar. Yoshligingizda nima kasal bo'lgansiz? O'shalardan kelib chiqib, juda ham muloyim aytyapman, uncha-muncha bemorni gap bilan davolaydi bu yigit. Nihoyatda shirin so'zda. Ko'rganman, baribir shifokorlar bor, jinday hali bemorlarga bunday dilini ortadigan gap gapirib beradi. Tasodifan bo'lishi mumkin, shunaqalar, lekin o'zim hayotimda ko'rganman-da. Bu yigit juda kelgan bemorga nihoyatda yaqin yondashib, o'sha yoshligidan boshlab qana bemor bo'lgansiz deb so'rab, o'sha yerdan chiqib, keyin bitta sharoiti yaxshi, ma'qul keladi menga. Chunki boshqa yerga davolatsangiz ham, masalan, u borib, masalan, rayon markazida nimalarda bunaqa sharoit yo'qda, hamma yo'q, endi o'lda-jo'lda, endi uni yashiradigan holat emas, chunki hamma narsani barib sotib olib kelib berasiz, dori-darmonni ular davolaydi xolos. Bunaqa sharoit yo'q. Bitta sharoitini nihoyatda o'sha bemorlarga ma'qul keladigan darajada qilib qo'yganda o'ylayman men. Chunki sharoit zo'rda, qishda ham, yozda ham zo'r. Bitta o'sha hamma xodimlarini, o'sha qabulxonadagilar bormi, masalan, boshqa hamshiralar bormi, hammasi odam kelgan o'sha bemorlarga nihoyatda muomalalari zo'r. Yaxshi muomala qilishadi, vaqtida o'sha aytilgan muolajalarni vaqtida kirib qilishadi. Shu tomondan ma'qul keladi. Ozoda, birinchi ozoda men. Nihoyatda o'zim ozodalikni yaxshi ko'raman, o'shaning uchun o'sha yerda ma'qul kelib, shu yerga bir kelganman, mana ma'qul kelib davolanyapman-da shu.